Assalomu alaykum barcha meni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib turgan barcha obunachilarim va meni tanigan va tanimaganlarga assalomu alaykum. Meni kuzatayotganlar biladi, endi ko'pincha men har xil izohlar yo boshqa narsalar, fikr bildirish yo boshqa narsalarda chiqmayman. Lekin hozir bir videoga ko'zim tushib qoldi. Shu videoni hozir birga ko'ramiz. Endi hozir ko'rinishimga e'tibor bermaysizlar. Juda shoshilishda chiqqanim uchun o'zimga e'tibor bermadim. Videoni ko'ringlar, men keyin o'zimni fikrimni bildirib o'taman. 3 xonali uy so'rayman. Haligi men mahrga tilla deganman. Yo'q, menga tillamas. 3 xonali uy olib berasiz. Sarvinoz. Nima deyapsiz? Qanaqa uy? Oddiy uy, 3 xonali uy. Mahrga istagan narsamni so'rashga haqqim bor, to'g'rimi? Menga uy kerak. 3 xonali uy. Sarvinoz, o'ylab ish qiling. O'ylab ish qilyapman, Kinoyi. Kuyov bola, siz rozimisiz? Yo'q, rozi emasman. Samandar, o'zingni bos, jinnilikmi? Hech qanaqa uy olib bermayman. Tilla deganman. Ko'nsa shu. Bo'lmasa to'y bo'lmaydi. Rozi bo'ling, Sarvinoz, sharmanda qilmang, iltimos rozi bo'ling. Yo'q. Menga tilla kerak emas. Unda menga to'y ham kerak emas. Agar yuqoridagi videoni ko'rgan bo'lsalaringiz, mana qiz mahrga uy so'rayapti. Yigit men tilla ataganman, tilla bermoqchiman, men uy olib bermayman deyapti. Endi diniy tarafdan qaraganda mahr majburiy. Masalan, u xohlagan narsasini to'g'ri. Masalan, ayol kishi masalan xohlagan narsasini talab qilishga haqqi bor. Men u narsaga hech qanaqa mani nimam yo'q. Nima desam, e'tirozim yo'q. U narsa noto'g'ri demayman. Masalan, 3 xonali uy so'raydimi, samolyot so'raydimi, tanka so'raydimi, u vobshe qiziq yo'q u narsani. Mani nima qilayotganlar izohlarga kirsam, bir adekvat odamlar bor. Juda kamda. Men ko'ryapman, juda kamchilik adekvat odamlar juda kam ekan. Kimdirlar yozyapti, masalan, kuyovni sharoitidan kelib chiqib so'rash kerak deyapti. Mana bular masalan adekvat odamda, masalan, mahrni so'ramasin demagan, ular ham masalan adekvatni javob beryapti. Kuyovni sharoitidan kelib chiqib so'ranglar deyapti, masalan. Noto'g'ri gapirayotgani yo'q. Shunaqa deb yozganlar, masalan, kimdirlarni prekolga olib bir balodan qutulibdi degan yozgan kommentlar ham bor ekan. Shuni men shunga atletlarni ko'rsam agar juda ko'pchilik qizlar yosh hali hech baloni bilmaydi, hali hech narsani bilmaydi, hali hayot nimaligini bilmay turib o'zlaricha izoh yozib, unay nima deydi, sharoit bo'lsa uylansin, sharoit bo'lmasa uylanmasin. Baraka topkurlar. Sanlar bir erkak kishi bo'lib tug'ilganlaringda sanlar u gapni aytmasdilaring. Sanlar baribir ayol sanlarda, qiz sanlarda hali paniyatkalarning ko'p narsaga yetmaydi. Mana ota-onalaring, masalan, onalaring oddiy misol so'rab ko'rlaring nima mahrga olgan ekan, so'ra o'shalardan borib. Oddiy narsa aytishadi, oddiy arzimagan narsa olganmiz deyshadi. Kimdirlar kumush uzuk olganmiz deyshadi, kimdirlar nimadir olganmiz, kimdir olmaganmiz ham deydi. Lekin sanlar o'shalardan tug'ilib mazza qilib yashayapsanlar-ku. Nima ota-onalaring kimdirlar yozyapti, qiynalib tug'adi, qiyinchilik ko'radi, boshqa bo'ladi. Nima faqat sanlar qiyinchilik ko'rasanlarmi? Erkaklar qiyinchilik ko'rmaydimi? Nima onalaring qiyinchilik ko'rmay tuqqanmi sanlarni? Oson tug'ilganmi sanlar? O'zlaring izoh yozasanlar, shunaqa aqllilik qilib nima yigitlarga, hozirgi yigitlarga oson deb o'ylaysan. O'sha vaqtlar namorat sharoit bo'lmagan odamlar kerak bo'lsa 2 tandirlab kuniga non yopgan, kerak bo'lsa kirni kerak bo'lsa qo'llar yuvishgan, suvni kerak bo'lsa o'tin qo'yib
qizdirishgan. Hozir nima bor? Hozir 85-90% oilalarda sharoit bor. Qishloqda tursa ham, boshqada tursa ham arestonni qo'yilgan, isitish tizimi, zakoni qilib, chotki qilib qurib qo'ygan erkak kishi bo'lib turib shu narsalarni qilgan. Hozir men nechta jo'ralarimdan, nechta do'stlarimdan so'rasam ham hammasi uylanishdan oldin kakbalojinni areston qilib, vanna qilib, hammom qilib, sharoitigacha qilib, uyiga kerak bo'lsa, uyini ham sharoitini qilib, chotki qilib, hamma narsani sharoitini qilib keyin uylanyapti. Hammasini zo'r qilyapti. O'shani qilish uchun bechoralar shu to'y qilaman deb, masalan, kerak bo'lsa 100 millionlab o'zi eng kam o'rtacha to'y qilaman desa, oddiy masalan bir normal to'y qilaman desa 100 million so'm masalan ketadi. U hali uni ichida masalan hali nima yo'q. Masalan bozorga chiqish bor, kelinga narsa olib beriladi, kiyim-kechak qilinadi. Ular yo'q hali kerak bo'lsa. Yana undan tashqari kiyim-kechak qilinadi. Hali aytayapti, mahr deyapti, o'sha tillab olib beradi, o'sha uchun masalan 6 millionlab, 5 millionlab larga tilla olib beriladi. Eng kami 6 million hozir. Oddiy misol narx-navoga qaralsa. Oddiy misol. Yana undan tashqari qalin puli bor, kam bo'lsa ham kelin tarafga beriladigan qo'ymi, molmi, nimadirlar bor. Oddiy misol shunaqa narsalar bor-da. Endi men nima demoqchiman? Oddiy misol shuncha narsa xarajat bor, kuyov taraf qiladi hammasini. Nima, oson deb o'ylaysanlarmi kuyovga? Borib bechora kerak bo'lsa ayrimlari bor, Rossiyaga boradi. Rossiyada borib chet elda ishlayotganlari bor. Kerak bo'lsa o'zi oltin yeydi, boshqa qiladi, o'sha yaxshi yemaydi, pitaniyasiga qaramaydi, bir zax joylarda yotadi, o'sha ishlaydi deb, shu uylanay deb, bir sharoit qilay deb, shu uyimga bir o'sha olib kelayotgan xotinimni bir sovuqqa qo'ymay, bir yaxshi sharoit qilay, bir yaxshi bir yuvinishga bir sharoit qilay deb, shu o'zini orttirib, bir qo'lidan kelgancha uyiga pul jo'natib, boshqa qilib, uydagilar ham qo'lidan kelgancha ular ham yordam qilishga harakat qiladi, qarab qo'ymaydi ular ham o'g'lini puliga. Oddiy misol, ular ham har doim ham. Endi men nima demoqchiman? Ular ham qarab qo'ymaydi demoqchiman. Qolganlar ham shuncha harakat, shuncha nima qiladi-yu, endi to'g'ri, so'rasin, so'ramasin deganim yo'q. Sharoitiga ham qarasin kuyovni, nima faqat erkaklar endi erkak bo'lib tug'ilgani uchun endi ularni endi bechoralar hamma ishni qilib berish kerak, to'g'ri, qilib bermasin deganim yo'q. Shuncha ishni qilgan odam endi yana 3 xonali uy ham olib bersinmi endi bechora? Olib beradi, agar sharoiti bo'lsa olib beradi. O'sha vaqt so'ralganida masalan 3 xonali uyga sharoit yo'qligida masalan sharoitim yo'q deb nagla aytmaydi-ku u vaqtda, so'ralayotgan vaqtda. Men tilla ataganman deydi, boshqa deydi. Oddiy misol shu sharoitda tillarni ko'taribdi. Shunga rozi bo'lib ketaversa, nima osmon uzilib yerga tushmaydi-ku. Nima faqat sanlar faqat qiynalib ota nima deydi, erkaklar mazza qilib yurgani yo'q. O'ylamalaring faqat erkaklarga mazza, erkaklar faqat nima? Hali kemasdan turib, hali u 3 xonali kvartira so'rashni men u narsaga qarshiligim yo'q degan sababi, masalan, uni olib berdi ham deylik, olib berdi ham mana, masalan, olib ham berdi. U 3 xonali uy so'rashning sababi olib, u uy bola yerga tegmay turib so'rayaptimi? Zinash, ajrashishni o'ylayapti u. U yaxshi niyat bilan kelmayapti u, buzuq niyat. O'sha kelishdan o'ylayapti, bu erta ajrashib ketsa men nima qilaman degan sirraz miyasiga kelyapti. Shuncha qiynalib kelgan erkak kishi kep endi arzimagan narsaga ajrashib ketmaydi. O'shanda ham o'zlaring sababchi bo'lasanlar. Tillaring ikki qarich qilasanlar. Kimdirlar aytgan, ota-onasini butunlay xizmatini qiladi. Ayrimlar bor, masalan, men o'zimdan kelib chiqib gapiraman. Men o'zim boshqa tumanda ishlayman, ishim boshqa tumanda, ota-onam boshqa tumanda yashashadi. Men o'zim kamdan kam boraman uyga, uydagilar o'zim meni kamdan kam ko'rishadi. Men olib keldim mana masalan, o'zi to'yim bo'lganiga 3 oy bo'ldi. 1 oy bo'ldi, mana 1 oydan oshdi ham olib kelgan. 2 oygina turdi xolos, 2 oygina qilgan bo'lsa 2 oygina xizmat qildi xolos. Men nima demoqchiman? Butun umr xizmat qiladi emish.
Kimdirlar bor? Ko'pchilik hozir boshqa tumanda, boshqa viloyatda ishlayapti. Tumanida ishlayotgan odamlar juda kamdan kam. Juda kamdan kam. Unaqa odam juda kamdan kam. O'zini tumanida ishlayotgan odamlar juda kamdan kam. Asosiy odamlar viloyatga, Toshkentga chiqib ketgan yo boshqa. Chidayda boshqa qiladi. Ko'pchilik olib ketadi o'zi bilan xotinini. Qo'shib olib ketadi. Qoldirmaydi. O'sha uyda ham kerak bo'lsa, o'sha ota-onasiga ham kerak emas, uni xizmati kerak bo'lsa joyi keladi. O'sha o'g'li bilan tinch yashasa, o'sha o'g'liga qo'shib yuborsa bo'ldi. U nima deydi, ota-onaga ham u nima kerak, u o'g'lini u yoqqa yuborib qo'yib, u prosta takka uylantirib qo'ymagan. Qisa aytayapman-ku. U aytayotgan odamlarning asosiy masalan ota-onasini xizmatini qilayotgan odamlar chiqsa 10%, 15% odam shunaqa. Qolgan 85%, 90% lab odamlar hozir viloyatda kerak bo'lsa Toshkentda, poytaxtlarda ishlab yuribdi. Men obchi nima demoqchiman? Adekvatni bo'lish kerak odam hayotda. Faqat o'zini o'ylab yo bir tor o'ylash kerak emas. Hozirgi zamonning qizchalari ko'ngini o'zi tug'ilib olib, o'zlaricha gapirishni bilishadi, tamom, boshqa narsani bilishmaydi. O'shaning uchun aytmoqchimanki, sal kengroq fikrlaring. Hayot oson emas hozir. Yashash oson bo'lmayapti. Yildan-yilga soliqlar ko'tarilib ketyapti. Yo boshqa narsa bo'lyapti. Endi siyosatga aralashish niyatim yo'q, lekin odam yashashi oson bo'lmayapti. Yildan-yilga qiyinlashib boryapti. Narx-navolar oshib ketyapti. Kommunalkalar oshib ketyapti. Hamma narsa oshib ketyapti, narx-navolar. O'sha narsalarni erkak kishi qilib beradimi? O'sha olgandan keyin erkak kishi ta'minlaydi o'sha ayollar, bola-chaqani. Erkakman deydi, qiladi. Bu erkak masalan aytmanglar menga. U unaqalar chiqsa 1%, 2% unaqa darmoyatlar chiqadi xolos. U 1-2% darmoyatlar ular erkak hisob emas ular. U erkak hisobida men haqiqiy mujga erkaklar haqida gapiryapman. Shunaqa o'zi erkaklarning o'zi ko'pincha qadri ham bo'lmaydi. Nechtasini ko'rib yuribman, nechtasini eshitib yuribman. O'zim men ko'rganman ko'zim bilan. Kerak 10 millionlab kerak oyiga viloyatda turadi. Hech qanaqa poytaxtda emas. Viloyatda turib 10 millionlab oyligi bor. Yana undan tashqari o'zini shaxsiy kvartirasi bor. Tayda mashinasi bor. Xaladelligini ochsa, yo'q narsani o'zi yo'q. Ta'minlab qo'ygan, bolasigacha qilib qo'ygan, o'yinchoq tiqib tashagan, polni nima bo'lsa hammasigacha qilib bergan. Lekin ayol noshkur. Nima emish, erkak kishi qilib berish kerak ekan, uni xarakterini erkak kishi ko'tarish kerak ekan, nima desa uni olib berish kerak ekan, lekin ayol hech narsa qilmasligi kerak ekan, prosta ayol bo'lib yurgani uni tamom ekan. Bu nima ahvol bu? Avvalgilar qanaqa sharoitda yashagan? Lekin chidagan-ku. Nimaga hozirgilar bunaqa bo'lib ketyapti? Yengillik bo'lib ketyapti. Sababi bitta. Instagram degan balo chiqdi. Instagramga ayrimlar yolg'on ekan, fake, o'zini baxtli qilib ko'rsatadi, ajrashgan ayollar o'zini baxtli qilib ko'rsatadi. O'ylaydiki, men ajrashsam men zo'r bo'lib ketaman, o'ynash topaman, maza qilib yurayman deb o'ylaydi ayrim ayollar. Qo'shtirog' ichidagilari. Yokida darrov bittasi eri bitta ish qo'ysa, o'sha eriga Xudo bergan, o'sha rizq qilib ko'proq berib qo'ygan, o'shaning uchun xotiniga bir nima qilib berganini shunday sirazi xotini Instagramga qo'yadi. Kim bu yoqda boshqa ayol ko'radi, deydi, siz deydi, mana ko'ryapsizmi deydi, mana bularni eri deydi, menga falon tugun qilib beryapti. Siz deydi, erkak kishi bo'lib turib deydi, menga qilib bera olmayapsiz deydi. Siz qanaqa erkaksiz deb kerak yuziga soladi. Lekin qilgan yaxshiliklari esdan chiqib ketadi. Endi shuncha gapirdim, to'g'risi meni shu gapirish niyatim yo'q edi. Bunaqa videolar juda ko'p chiqardi, reelsdan ko'p chiqardi. O'zi asabim dosh bermadi. Kommentlarni o'qib asabim dosh bermayapti. Videoga men asabim dosh beradi. Lekin kommentlarni ko'rib men asabim dosh bermayapti.
bir normal fikrlaydiganlar kamayib boryapti-da. Miyasi cho'loqlar, tovuq miya, bir tinga qimmat odamlar ko'payib boryapti yildan-yilga. Yaxshi bir adekvatni bir yaxshi bir fikrlaydigan odamlar kamayib boryapti. Xulosa o'rnida aytmoqchi bo'lganim, shuncha ko'p gapirib oldim. Uzr-amma kechirasizlar, endi men juda ko'p gapirib oldim. Xulosa o'rnida nima demoqchiman? Ayol kishi sabr qilib yashashsa, erkak kishi yaxshi bo'lib ketgandan keyin, sharoit zo'r bo'lib ketgandan keyin o'sha zo'r narsani qilib beradi kerak bo'lsa. Faqat sabr bilan shukr qilib yashash kerak, yashashni bilish kerak. Instagramdagi ana o yolg'on, fake narsalarga uchib, erni pastga urib, nima deydi, kayfiyatini tushirib, nima deydi, ishga bo'lgan salohiyatini ham o'ldirib yuboradi-da ayollar. O'sha yomon gapirib, boshqa qilib, bechora erni izza qilib, boshqa yerga taqqoslab, bechoralarni yer qilgandan keyin bechora er boradi-da, alamini ustida ishga ham boradi-da, alamini olib, ishdagilar bilan ham yaxshi gaplashmaydi, boshqa qilmaydi, chunki uyidan travma olib kelyapti, ishida ham baribir bilinadi. Men bilintirmaslikka harakat qilsa ham ishida ham bilinadi. Bittasi sal qattiq gapirib qo'ysa, sirazi unga tashab miyasiga urgandan keyin nima qilsin bechora u ham? U ham odam, yashashga haqqi bor. Uyga borsa, uyida halovat topmasa, ishga borsa, ishda ham gap eshitsa, nima u erkak nima yashashga haqqi yo'qmi? U ham bir odam, u nima u onasi robot emas-ku, bilad. Astag'firulloh, bir odamni bir so'kinishga majbur qilib yuboradi-da bu. Bularning fikrida odam kommentlar bir odam so'kishga majbur qilib yuboradi-da, bir bemiya, bizmiyalarni bir paniyatkasi yo'q, bir ahmoqlarni bir fikri bir odam asabini bir jo'shtiradi-da, bir shuncha gapirishga bir majbur qiladi-da. Shu gapirmay deyman, shu majburligimdan gapiryapman-da, shu asabim dosh bermayapti-da bularni. Bir bizmiya, bir tovuq miya bir fikrlashidan-da. Odam bo'laylik, bir odamga o'xshab bir fikrlaylik. Kim qayerda bir gaplarni gapirib, kimdirlar aytish mumkin, g'iybat qilyapti, boshqa qilyapti. Men g'iybat qilayotganim yo'q, men naqlik chiqib gapiryapman. Kimni jajdasi bo'lsa menga yozsin. Luboy bilan kerak bo'lsa, luboy bilan lopma-lopda bo'lsa, lopma-lopda kerak bo'lsa, boshqa temada bo'lsa, boshqa temada gaplashishga kerak bo'lsa, ko'rishib ol, kerak bo'lsa, gaplashishga ham duxm yetadi. Hech kimdan qo'rqadigan yo'q, hech kimdan nima qiladigan joyim yo'q. Xulosa o'rnida nima demoqchiman? Har qanaqa videolar yo har qanaqa fake narsalarga ishonib, erni past qilib yo boshqa qilish kerak emas. Keyin o'sha erkakni bir sharoitidan kelib chiqib bir ish qilishni o'rganinglar. Har qanaqa gap so'z qilib, odamning asabini buzmasdan. Mayli, sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni asranglar. Adekvatni odamlar, asablaringizni asranglar. Sizlar asablaringiz to'g'ri o'zlaringizga kerak bo'ladi. Bunaqa tovuq miya, bez miyalarga kommentariy yozishim o'zi uvolda, o'zi yozmayman deysan, shu yozasan-da yana. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni asranglar. Barchalaringizga sog'lik, salomatlik.